Men Qudrat va Anora Aniq va ijtimoiy fanlar universitetining filologiya tillarni o'qitish o'zbek tili yo'nalishi 1-kurs talabasiman. Universitetda grant asosida tahsil olaman. Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti haqida men birinchi marotaba ijtimoiy tarmoqlardan bilib oldim. Talabalar faol hayoti, dars jarayonlari, turli tadbirlar hamda universitetimizning xalqaro hamkorliklari meni o'ziga qiziqtirdi. Ayniqsa zamonaviy yondashuv hamda talabalar uchun yaratilgan dars jarayonlari meni o'ziga qiziqtirdi va bu universitetda o'qish xohishi paydo bo'ldi va bu istagimni ota-onam ham qo'llab-quvvatlashdi. Men o'zbek tili fan olimpiadasida viloyat bosqichida faxrli 1-o'rinni egalladim. Tayyorlanish jarayonida menga ustozlarim juda katta yordam berishdi. Imtihon oldi men juda ko'p mashq qildim hamda natijada o'zim orzu qilgan Aniq va ijtimoiy fanlar universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Aniq va ijtimoiy fanlar universitetida o'qish juda qiziqarli. Darslar zamonaviy usulda olib borilishi uchun darsxonalar zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Ustozlar bilimli va har doim talabalarga yordam berishga tayyor. Do'stlarim bilan birga loyihalar ustida ishlaymiz va turli tadbirlarda qatnashamiz. Yangi abituriyentlarga shuni tavsiya etamanki, intilishdan to'xtamang, imkoniyatlardan foydalaning. Chunki AIFU yangi imkoniyatlar kalitidir.